Salom aziz do'stlar, siz Chu kanalidasiz va bugun bizda yangilikka shart bor. Bu Android tizimidagi A9701 modeli multimedia tizimi. Davom etish uchun endi esa bu ajoyib qutichani ochamiz va toplamda nimalar borligini ko'ramiz. Shunday qilib, bizning toplamimizda Vanichka nomi bilan ham tanilgan markali havo spreyi mavjud. Yorliq bilan qo'llanma. Orqa ko'rinish kamerasini kuchaytirgichlar va mikrofonni ulash uchun simlar. Evro ulagichi va video kamera uchun kabel. Bizda ham gips antennasi va 10 dyuymdan 9 dyuymga ochish ramkasi. Endi bevosita bizning go'zalimizga qaraymiz. Bu shunday planshet. Ko'rib turganimizdek uning joyi 9 dyuym. Orqada bizda faol sovutish tizimi bilan alyuminiy radiator joylashgan. Old qismida bizda jismoniy tugmalar, shuningdek, ovoz balandligini sozlash va treklarni almashtirish joylashgan. Va bu yerda menimcha har qanday haydovchi men bilan rozi bo'ladi. Mexanik jismoniy tugmalardan foydalanish qanchalik qulay ekanligi sensorli tugmalar bilan solishtirganda. Sayohat paytida ekranda nimanidir qidirib yurmasdan, qaysi tugma nima uchun javobgar ekanligini eslab bosib, kerakli menyu bo'limiga kirib ketasan. Endi biz bu qurilmaning asosiy xususiyatlariga asta-sekin o'tamiz. Bu uning ekrani aniqrogi, uning vertikal joylashuvi. Ekran IPS texnologiyasi asosida yaratilganligini aytishni unutdim. Shunga ko'ra, u yetarlicha yorqin, aks ettirmaydi va turli ko'rish burchaklarida tasvirni buzmaydi. Endi esa bu yerda navigatorni ishlatish naqadar zavqli ekanligini ko'ring. Shunchaki qanday o'lchamli boshlang'ich va yakuniy nuqtani bir vaqtning o'zida ko'rasiz. Shuningdek, qurilma 1080 aniqlikdagi raqamli orqa ko'rinish kamerasini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari siz old kamera ulab avtomobilning oldida nima sodir bo'layotganini ko'rishingiz mumkin. Qurilmaning ishlash samaradorligi uchun bizda 4 yadroli protsessor javobgar. Shuningdek, bizda 64 GB ichki va 2 GB operativ xotira mavjud. Bu zamonaviy sharoitlarda qurilmani qulay ishlatish uchun yetarli. Ya'ni biz bortda o'rnatilgan ilovalar orasida bemalol almashamiz. Planshetning ovozli qismi ham e'tibordan chetda qolmadi. Bu yerda bizda 16 polosali grafik ekvalizor o'rnatilgan. Shuningdek, har xil ovoz yaxshilovchilar mavjud. Atrof cheksiz har qanday chastotani pasaytirish yoki aksincha oshirish mumkin. Qurilma Android Auto va Apple CarPlay'ni oshirishni qo'llab-quvvatlaydi, albatta simsiz. Ammo bu variant sizga mos kelmasa, siz har doim difini telefoningizdan tarqatishingiz va undan foydalanishingiz mumkin. Oddiy planshet kabi internetda sayr qilish yoki YouTube'da videolarni tomosha qilish. Umid qilamanki, shar sizga yoqdi. Siz bilan Chu kompaniyasi bo'ldi. Bizning hamjamiyatimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, yoqtiring, sharhlar yozing. Hammaga xayr. Tanklar, hammangiz.